Assalomu alaykum. Biza bugun Toshkent shahri distribyutor xorikalariga qaraydigan Ritim distributsiyasiga kelganmiz va platformamizda ishlatish jarayonlari, test rejimlarini ko'rgan holatda o'zlarining shaxsiy fikrlarini bildirib ketadilar. Asom aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Platformamizni ishlatdingiz. Qanaqa fikrdasiz aka platformamiz haqida? Yaxshi, yengil ishlatish va oson. Ya'ni tezliklari, qulayliklari sizda qoniqtirdi, yaxshi jarayon. Ha, yaxshi. Nima farqi bor aka? Oldingi ishlatgan platformalaringizdan qanaqa qulaylik ko'rdingiz? Qulaylik ko'rganda bizda boshqa nimalar bo'yicha teoriya deydi, shunaqa bo'yicha aytyapti, lekin Hippo masalan faktik masalan test qilib, mana o'zimizga kelib ham ko'rsatdik. Bo'ldi. Aka, bo'lmasam sizni jarayoningizda biz siz bilan birgamiz. Inshaalloh siz ishga tushirib, ya'ni ham yaxshi nima qilganimizcha siz bilan birga bo'lamiz. 24/7 support tizimimiz siz bilan birga. Tanishgandan xursandman aka. Yana ishimiz bardavom ketishiga hamnafasmiz. Agar sizga ham nafaqat teoriyada, balki test qilib, uni joriy qilishgacha yoningizda bo'ladigan platforma kerak bo'ladigan bo'lsa, Hippo o'ziga murojaat qiling.